Hürmetlik vatandaş yenilikli sizlerge İngilizcelik aktör Charles Bolger siyaset alimi. Siyasetperler alimi Charles Bolger yazıp kaldırgan Yakup Bey'in tercümali degan kitabımızın liksiya okuşunu davamlaştırımız. Tönügünge kelip doktora yerden başlayımız. Bir Müslüman hükmürani pantayla o hükmürallık kılıp atattı. Polkovnik Godin. Ottırıqı çıkıştan burun Taiping Tiango devleti Nanjingni merkez kılgan aldı en güllengen basmışkı yetti. Dedim o şey çaldı 1862 yılı Gansu ve Shanxi ülkelerde yeniden macera çıktı. Aslında bu ülkelerde uzak zamanlardan bu yaşap kilovatkan nurgun Müslümanlar var idi. Bu Müslümanlar 17. asırda büyük kanşığı baş ağrıqı tepip, bergüçü mənbəgi aylınıp qaldı. Dervaqə padişah Çellon ömür vayet əmin tepiş üçün bu məsələni bir yolula həll qılmaqçı bulup, 15 yaşdan yukarısıdaki Müslümanlarını koymay, kırıp taşlaş doğrusu da perman düşürgen idi. Əfsus ki, muşundaq təltüküz çağrımı kütkendek netice vermedi. Bundaq ziyan keçtik, bu işqi can kürgüzüp koydumu kandak bilmedik. Lekin şunisi enik ki, muşi əsrinin ottırılırıqa bağanda, bu Müslümanların sani barğansırı eşip, iradisi tehibi çınıp getdi. Özlerini başka cünguluklardan evzeldep hesaplaydıgan boldu. Bu Müslümanlar Tungan dep Buddizmga itiqat qiladigan cünguluklar bolsa Xitoy dep ataladi. Nurgun yazgıçılar Tungan degan atalgı mundaq oddiy izoh berishga qo'shilmay, ular boshqa bir irq cünguluklar ma'lum bir qatimliq istilada ularni boshqa yerdan ko'chirib kelgan yoki ular ba'zi ko'chman chorvachi qabilalarning tajovuzga uchraganlikdan panohlanish uchun bu yerga kelib o'ltiraqlashib qolgan deydi. Ular hatta bu milletlerin namı bilen etnik mənbəsini Amur deryasının tüvenki ekiminin məlum yerideki bir kabilige apırıp bağlaydı. Lekin bu meseleni tamamen eniklaş mümkün bulmağanlıktan cüngulukla Müslümanlarını muşundak dep atagan deyiş hemmedin asan çağrıdak kılıdı. Biz ularning Gansu ülkesinde ve Gansu'ya yakın ülkelerde bir qancha asırdan buyon o'ltiraqlashib kelayotganligini jismoniy jihat ve faoliyatchanlikda Xitoylarni besib tushadiganligini, ularning ehtiyotchanlik, samimiylik fazilatlariga ega ekanligini bilamiz. Ularga apiyon çekiş adeti yokmagan. Biz yana şunu mu kıyas kılalayımız ki, ular en uğrarak tapkan devirlerde çokum tinç, kanaatcan ve ah gönül, mulayim bir millet bolsa gerek. Ularning jismoniy jihati Xitoylardan ustun turadiganligi ihtimal, ularning nasha ve apiyon çekmeydiganligidan bolsa gerek. Bizden kolumuzda ular doğruluk teximi addi ve teximi tabii bir asas bolgan iken, ularni şimaldaki soğuk enik iklimde yaşaydigan teximi sağlam bir ırkning avlodi deb qiyas qilsak mı boludu? Ularning Xitoy hükümranlari ulardan chiqqan askari, saqchi ve ötenchi qatorliq hukumat chakorlarining noiti yaramliq keladiganligini sezgan. Ahırqa bir türlük ihtiyaç tüpeyliden ular Qumolga köçürülgen. Andan ular Qumoldan Turpan, Ürümçi qatarlıq jaylarga köçüp kelgen. Hükümet hizmetinden qaytırılganda ular harbiy bozyer özleştirgiçi aile hesabı da Gansu'ga ketişini xalamay muşu jaylarda kelip qalgan. Çirikler bilen qoşulup ularning sani teximi aşqan. Bu kişiler bir qancha avlod
Ötkendiğin keyin teximi köpeygen, ahırda bu tılgı elip ötken şehirlerdeki ahalının köpçülüğünü teşkil kılıdığan kişilerge aylangan. Gulcudım o Tungallah hali köp, lekin uladen Tangırteğinin cenubudaki joylarda bolup mu, Kuçanın garbigi ötkelle ança köp emas. Aksu, Garbi, Kaşgariye qatarlıq joylarda bolsa, üstünlükni egelligen enjallıklarının küçü Tungalla ötelmeydigan tosuqqa aylangan. Şunu mesimizi saklışımız gerek ki, Tungalla qoqallıklarını ançı yaxşı körüp ketmeydi. Tungalla Cungo'nun musulman purası bulup, aslında Gansu qatarlıq joylarda olturaklaşkan. Keyinci devirlerinin ötüşü bilen Cungo Türkistan'ı bilen Cungoriyaga qarab tedrici kengaygan. Çello'nun dastlabki mezgilida ulağa qarşı tedbirler қолданылgandan keyin ularni davlat ishlarida yollab ishlatishga chek qo'yolmaydigan bo'lgan. Ularga adolatsiz muomala qilinganligini bizmi uchratmadik. Ular shibalardek oliy iltifotga erisholmagan. Shuningdek, Gansuda bo'zak qilingan bo'lishi mumkin, lekin Jungoriyada jungoliklarga o'xshash muomaladan bahramand bo'lgan. Siyosiy jihat ular anjalliklardan yoki taranchilardan ustun turadi. Aslida jungoliklar o'zlarining Sharqi Turkiston, ya'ni Uyg'uriston yoki Jungoriyadagi hukmronligiga keladigan tahdidning Tungallardan kelmaydiganligiga ishonadigan to'g'ri sabablarga ega edi. Lekin ularning qoidaga uyg'un keladigan o'lchamlarining nima uchun xato bo'lib qolganligini tushuntirish qiyin. Tungallar şekil cihati en an'anaviy musulmonlardan bo'lmasa-mu, lekin ular eng taqvodor musulmonlardandir. Ularning ustiga ular o'zini Xitoylardan cho'ng tutadi. Ularning bundoq cho'ngchiligiga mullalar yoki Shayxul Islomlar madad berib turadi. Jungoliklar zemin tabaligini O'rta Osiyoga kengaytgan chaqda bu kishilar Jungo zeminidan aytdi, jallanib ketdi. Ular Xitoy istilosidan o'ch elish uchun bo'lishi kerak. Musulmonlarning diniy dushmani bo'lgan bu hokimiyatning tashqi mudofaasini asta-asta ammo haqiqiy yo'sinda yemirishga kirishdi. Aqallisi jungoliklarning nuqtai nazari bo'yicha aytganda, Jungoning hukmronligi agishib maydonga kelgan xotirjamlik va rag'batlantirish savdo-sotiqni ilgari surdi. Lekin buning hisobiga islom dinining ortiqchiligini targ'ib qiladigan ro'yi tetik so'zman din tarqatuvchilarning bu imperiyaga kirishiga ruxsat qilinganligi hammani yo'q chiqardi. Ularning tirishchanligi bir qancha asr o'tgandan keyin natija berishga boshladi. Jungoliklarning huquqi tuvallab intayin zaiflashib ketganda, nurg'un kishilar bundoq zaiflashish natijasida Jungoning hokimiyati parchalanishi mumkin deyishgan edi. Ammo keyingi vaqtlar bundoq zaiflashish texmi qudratli hayotiy kuchdan boshlanishning signali ekanligini isbotladi. Tungallar orasidagi din tarqatuvchilar o'zlarining sabr-toqat bilan tergan ziroatlari usul beradigan payt yetib kelganligini ko'rdi. Shunga bu ishda musulmonlarning tushungili bo'lmaydigan diniy asabbiyligining tirilganligi bilan ma'lum darajada bog'lamay bo'lmaydi. Bunda qayta tirilgan asabbiylik o'tgan 30 yil ichida cho'ng voqealarni tug'dirdi. Hozirmi buning ba'zi mashhur natijalarini ko'rish oldida turibmiz. 1862-yili Gansuning ma'lum bir kentida mojaro yuz bergan edi.
Bir qancha odamning beshi elinib majra beshikdi. Kishilar bu ishga ancha ahamiyat bermayotgan bir chog'da Hejo, Linsha aymıqida yoki Salala yurtida cho'ng ko'lamli isyon ko'tarilib, Tungalla qo'zg'alib ketdi. Joylarda qo'lida qurol yo'q, bir muncha baxtsiz Xitoylar qirg'in qilindi. İsyon tezda ishga urushga aylanib ketdi va qo'shni bo'lgan Shanxi o'lkasiga ta'sir ko'rsatdi. Buning orqasida eng qabih yovuzliklar boshlanib ketdi. Ömrüvayet tinchishab kelgan va Tungalla bilan inoq qo'shni bo'lib o'tgan Xitoylar rahmsizlarcha o'ldirildi. Shayxul Islomlar huquqni o'z qo'llariga elib oldi va o'z muxlislariga uchiga chiqqan yovuzlikning o'lgisini ko'rsatib berdi. Bu chog'da hukumatni boshqa yerlarda qiyinchilikqa bo'g'ilib qolgan degan taqdirdami? İsyancılarning bu qatimqi harakatining kutilmagan darajada muvaffaqiyatga erishganligini e'tirof qilmoqchi bo'lsak, u holda Xitoylar ushtumtut hujumga uchradi. Ular o'zlari duch kelgan xavfning xarakteri va ko'lami jihatiga hech nimani bilmaydi. Desek, ondan bu ishni tushuntirgili bo'ladi. 1862-yilning oxirlarigacha Gansuda bir Tungan hukumati qurildi. Ularning huquqi bir mahal Shanxi o'lkasida e'tirof qilindi. Shayxul Islomlar o'zlaridan tarkib topgan bir ma'muriy apparatni tashkil qilgandan keyin o'zlarining huquqini mustahkamlashga kirishdi. Hamda jungoliklarning qaytib kelib o'ch elishidan saqlanish uchun tayyorlik qilishga boshladi. Gansuda yuz bergan voqea boshqa joylardagi Tungallarning diqqatini qo'zg'ishi turganligi